Siz meni qayerga borsiz? Siz mashinani to'xtatib bo'lmasa sakrayman. Abide, gözünü aç. Ben hata qildim. Hozir mening qo'zqimda uning yana erining bolasi bor deyapsa. Men qandaqmi to'g'ri tushunay? Kız çoğun bolsa yatlık boladı. Oğul çoğun bolsa öylenedi. Hava karvatda yatqını Sılanın qızları bombağaşqı şundaq deyapatırlar. İnekning beshiga kelgan kun mo'zayningmi beshiga keladiganligini unutib qolmasizlar. Siz muhabbatimizga xiyonat qildingiz. Men sizdan nafrat qildim. Xiyonet. Ro'shangul baxti dilxush. Birinchi qism. İnsan turmuşu muhabbetten ayrılanmaydı. Muhabbet barlıq canlıq arasıdır mevcut. Ama muhabbet degen zati nima? Buni haqiqiy tushundiganlar ko'p bo'lmasi kerak. Şunlaşqimikin aslida şiirin, lazzatli bo'lgan muhabbetning mohiyatini tushunmaganlikdan ba'zilar dad alamga, ömürlük qayg'u hasratga qilyotdi. Öz hissiyotiga qul bo'lib, ömürlük baxtini vayron qilib, bolalarini yetimlik ko'chasiga tashlab, elliq oilasini xazon qilyotdi. Muhabbet faqat jinsiy talab bilan cheklansa, u hayvoniy muhabbatdir. Ömürlük birga o'tish arzusi yo'g'rilgan vafo va sadoqatni o'ziga doimiy hamroh qilsa, bu chin insoniy muhabbatdir. Hey odamlar, men sizlarni so'yman. Shuning bilan birga sizlardagi havoyi havasning, hayvoniy tuyg'uning imkon qadar tezroq yo'qolib, odamiylik nurining judolanishini umid qilaman. Doktorxonaning jiddiy qutqizish bo'limida tit bo'lib, u yoqdan bu yoqqa minib yurgan Odil, xuddi beyush odamdek alamlik bir ovozda bir so'zni to'xtamay takrorlab, jiddiy qutqizish uydan chiqqan, o'z simizrak kelgan, ko'z aynak taqib olgan 30 yosh doktorga o'giraydi. Doktor, ayolimni qutqizib o'tinay, uni cho'qib qutqizib nech pul kelsa mayli, ayolimni qutqizib O'zingizni besib Onun nervlari va qon tomirlari ig'ir zahmiga uchragan. Onu qutqizib olgan taqdirdimi beyosh odamga aylanib qilishi va yoki bir umr meyib bo'lib qilishi mumkin. Mayli uning tiniqli bo'lsa, u hayot qolsin mayli. Biz barliq tirikchiligimizni ko'rsatamiz. Qolg'ini uning ta'ligiga bog'liq. Har holda ideyangizda tayyorlik bo'lsin. Doktorning so'zi go'yoki uningga ochiq osmonda chaqmoq chaqqandek dahshatli anglandi. U alam bilan livini tishladi. O'zini nechqachot urvatdi. Xuddi o'ziga so'zlayotgandek zaif ovozda o'zini tillaydi. Shu tapda Odil o'z xatoliklari uchun qattiq hasrat chekib, xato bosgan ashu bir qadamning o'zini va oilasini buncha og'ir oqibatga qoldirishini o'ylabmi baqmagan edi. Texi amdili 4 yoshdan hal qilgan o'g'li Alining ona mehridan mahrum qolganligini o'ylab, Odilning yuragi ochiq alamda o'rtandi. Agar mushundaq oqibatga duchor bo'lishini baldirroq o'ylagan bo'lsa, bunchalik echinishli ahvolga tushib qolmasdi. Shundaq odamlar o'zining qilgan harakatining yaxshi-yomon bo'lishidan qat'iy nazar shuncha tez o'ziga yenib qolganligini bilsa edi, barliq ish harakatini yaxshilikqa ishlatgan bo'ladi. Odil xiyol bilan turganida doktor jiddiy qutqizish uyidan chiqdi. Ayolingizni qutuldirib qoldik. Lekin qachon o'shiga kelishini bilmaymiz. Shunga yana bir necha kun kuzishga to'g'ri keldi. Bek ansirab ketmang. Doktor, men ayolimni ko'rib chiqsam bo'lamdi. Bo'ldi. Ko'rib chiqing. Lekin bek uzun o'ltirmang. Odil kirib, karvat doğusiz yatgan Abidaning tatirib ketgan chiroyiga qarab, qo'llarini chang tutqunicha bag'riga bosdi.
u o'ziga so'zlayotgandek bo'sh ovozda Obidaga gap qilyotdi. Jinim Abide, nima uchun mening xatoliqim sababli sen jazoga uchraysan? Sening jisming emas, balki qalbingmi ig'ir yorlandi. Asli bu jazoga sen emas, balki men uchirishim kerak edi. Jinim Abide, menga qarag'ina. Ko'zingni bir ichib, alam va hasratga to'lgan dardlik yuragimga umid va tasalli ato qilgin. Tezroq o'shunga kelsang-chi, Abide. Adilning ko'z yoshlari pig'oni bilan qo'shilib ketdi. Shu arada u sirtik varang-churangni anglab, ittik beshini ko'tarib, sirtiki Obidaning ota-onasini ko'rib, nima qilarini bilolmay qoldi. Andın çandırmay yaş yo'q ko'zlarini surtib, ularning oldiga chiqdi. Obidaning onasi yig'ilganicha Udul Adilning yeniga keldi. O dehi bayili saq salamat qishingizga ketgandigu. Nemish bo'ldi aytinga? Qizimga zodi nima bo'ldi? Abide meni qutuldirman deb kechirsizlar. Men nima xatolik o'tkazib qo'ygan bo'g'iydim. Kaygilikning hammasi mening qizimga kelamdi. Yosh turibli tapmagan kunlari qolmadi-ku. Tehi yengili bo'shinib, to'liq asliga kelmay turibli bu peshkalchilikni ko'mamdigan. Bo'ldi onasi. Hozir hammadan muhimi qizimizning omon esanligini tilayli. Qolgan gaplarni qizimiz o'shiga kelganda ondan deyishayli. Obidaning dadisi onasiga shundoq tasalli berdi. Adil nima deb tushuntirishni bilolmay turib qoldi. Demisimi, undaq sharmanda ishni qandoqmi eg'izdan chiqarg'ili bo'lsin. Shu tapda Obidaning onasi joyida o'ltirib yig'lab to'xtamayotdi. Adil va Obidaning ota-onasi birlikda doktorxonada Obidaning hushiga kelishini kutib, koridorda xeyli uzun turgandan keyin Adil ularning unmig'ini qaramay, salomatliginglar yer bermaydi, Obidaning endi men qolay, sizlar qaytib aram ilinglar. Biror ish bo'lsa xabar qilaman degunicha ularni ketkizib etdi. Ular ketgandan keyin Adilning xiyol kaptiri buningdan 6 yil burungi o'tmishga qaytdi. Adil Obidaga qo'shni kanatdan bo'lib, necha qitim ko'ngil izhor qilib, qizning takror rad qilishiga uchragan Adil bugun yana bir qitim Obidaga ko'ngil izhor qilmoqchi bo'ldi. Bu qitim u qat'iy niyatga kelgan edi. Bugun qandoqlik qilib bo'lmasin, uni cho'qim ma'qul keltiraman deb o'ylagan Adil Obidaning etizlik tarafdan qo'ylarga o't elib mangan vaqtiga to'g'rilab, uni shu yerda saqladi. Abida har kuni mush yo'l bilan minib, uydagi uloqlarga o't olatdi. To'kis qilibqa bisib, uyga qaytadi. Buni Adil necha kun uning kayniga tushib, ko'z tish orqali bilib olgan edi. Adil 2 soat saqladi. Lekin Obidaning qarasimi ko'rinmaydi. Adil vaqt o'tgan sari titildab qoldi. Bir ish chiqib qolganmi deya. Bo'lmasa bu cho'qim kam bo'ladi. Adil shunda xiyol bilan turganda, yiroqdan Obidaning to'kiskilib haydab kelayotganligini ko'rib, xushallikdan ko'zlari o'ynab ketdi. U oldin tayyorlab olgan so'zlarini ichida yana bir qitim takrorlab olgandan keyin xotirjam bo'lib, yenik tindi. Obida yiqilib kelib, etizlikning beshida to'kiskilibni to'xtatdi-da, o't elish uchun etizlik tarafga minishqa, keyindan tuyuqsizlik paydo bo'lib qolgan Adilni ko'rib, cho'chib ketdi. Bu yerda nima qilib yurasiz odamni qo'rqitib? Qo'rqma, men yeningizda tursam, yana nimadan qo'rqsiz? Shundaqmi uzun saqlatdingiz odamni? Texi bugun kelmaydigan o'xshaydi deb o'ylab ansirab ketdi. Adil Obidaga qarab shundoq dedi. Meni nimaga saqlaydingiz? Men sizni saqlang demagan-ku. Obida uning gapiga parvo qilmay, mangmoqchi bo'lib edi. Adil uning oldini to'sib oldi. Sizni nimaga izlab kelganimni bilasiz-ku deyman. Bu sizga sir emas. Men sizni yaxshi ko'raman. Xeyli bo'ldi. Ko'nglimni bilib turib rad qildingiz. Mening tashnolikda chanqigan, suvsiz ko'l kabi qag'jirgan miskin ko'nglimga faqat sizlar umid shamini yondira olasiz.
Hayatımga ma'no, ishonch ato qila olasiz. Mening bu g'erib ko'nglimni bu odamsiz yagona oroldan jo'sh urib turgan qaynoq hayot to'lqiniga boshlab kira olasiz. Ko'nglimni qabul qiling. Abida bu so'zni anglab kulib o'tishdan o'zini orolda tutib oldi. Hey siz qaysidir kitoblardan yodlab olgan afsona hikoyalarni so'zlab meni qoyil qilaman deb o'ylagan bo'lsangiz xatolashibsiz. Bo'ldi qiling. Meni ishimni qig'il qo'yib bu yerdan tezroq keting, ha? Yili birasi bu yerdan o'tib qolsa yaxshi bo'lmaydi. Qizning shu qadar parvosiz muomalasi Odilning yuragini ezdi. Bu tarsa qizga bundoq amalning kor qilmaydiganligini his qilib, qizning qo'llarini kappida tutib oldi. Bu tuyuqsiz harakatdan gangrab qolgan Abida numusdan yuzlari qizirib ketdi. Qo'llarini tatolmoqchi bo'lib edi, Odilning kuchli alqonlari orasidan qo'llarini ajratolmay xeyli tirkashdi. Mana ma'qul bo'lamsiz yo'q? Bunmiz qo'yib etmayman. Mushundoq turaverman. Qachongacha tura oladigansiz qani? Bir ko'rib boqay. O'zi xalab emas, bu shundoq majburlab erishgan ko'ngilning nima ahamiyati bor sizga? Abida zartis bilan uningga dedi. Mayli, faqat siz qo'shilsangizlar, hamon bir kuni sizmi meni yaxshi ko'rib qolasiz. Buningga men ishonaman. Siz qo'limni qo'yib et, Odil birisi kelyotdi, qo'yib Yo'q, etdim. siz qo'shilmag'ich qo'yib etmayman. Shu chaqda yiroqdan birisining kelayotganligini ko'rgan Abida ansizlik ichida Odilga yalvurishga boshladi. Qo'ldan qo'ychilar qo'yib eting, qo'sh bular qo'yib eting. Meni rostilla qabul qildingiz, shundaqmi? Yeni olmaysiz, ha? Shundoq yeni olmayman. Amsi buni qabul qiling. Bu muhabbatimizning shohidi bo'lib qolsin. Odil shundoq deb yanchuqdagi yurakka ishlangan qo'l yog'liqni Abidaning qo'liga tutqizib qo'yib ketib qoldi. Mana shuningdan boshlab ularning muhabbatlik kunlari boshlandi. Ularning muhabbati axloq va hayoni o'lcham qilib, nashayan sharkatlarni, qiliqsiz qilmishlarni cheklab turadi. Kunlar shu tariqada o'tib, Abidaning uyiga yiroq yaqindagilardan elchilar kelishga boshladi. Buni anglagan Odil o'ltiranmayli qoldi. Uning uchun Abidadan ayrilish o'lim bilan barobar edi. U oxiri aqlga sig'maydigan bir amalni o'ylab topdi. Birinchi qism tugadi.